Bu nima ish, qozi kalan? Pardozlanmagan haqiqiy ishlar xalifam. O'g'ri qaroqchilar yo'ldan o'tgan kashkanlarni bular talab yurishidi. Bu nima bo'lib ketdi? Men afsus. Kichik bolalarning ko'chalarda tosh itishib o'ynayotganligini ko'rdingmi? Shunda ko'rdim. Hayron qolarlik yeri ular kechida bu sirtni nima ish qilishidi deyman. Ular bu kechida uyiga berib uxlamay nima ish qiladi bu ko'chada? Ular egichoqsiz bolalar xalifam. Bog'idek yerimi yo'q. Nimishga endi yangi yasagan yo'llar nerede? Hiç ko'rmayman bu. O yo'l bu yerda emas. Xalif Saidin vazirning uyigacha yasalgan yo'l u. Yursizlar qaytaylik xalifa. Yursizlar. Hesel yemeymen. Bu tağesli balam. Payda kıldı azraq yan. Hecep ziriktin bu heselden. Azraqlı yan balam. Tetip beqin. Yok dedim. Tamaqnımı tallamdı o balların. Allah'ın nimetine şükür qılınlar. Elhamdülillah. Muşundaq mı edepsizlik qılamsız? Xalife buğunuzun açığını keltirip koydunuz. Oh. Acab uzun kun bo'ldi, herib ketdim. Xudoga shukr, hamma davolar tinch oyoqlashdi. Men qildigan bir xizmat bormi asirtdi? Yo'q, rahmat Zarzor. Tek tamoq yemiga o'xshamamsan, ha? Yegan, bu mening tamoqim emas. Zindondagi Yasavul bey, yo'q, Mahbuz Miftah qopirgan tamoq. Sen nima degan yaxshi, ha, Zarzor? Odamgarchilikni unutmabsan. Odamgarchilikni bizga silib o'rgatdilar asirtdi. Menmo sen bilan birga boray. Shunda qisla, u cho'qim baq xush bo'lib ketdi. O'tgan qatim sizga bir gap aytgan edi. Unutib qoptiman. Hozir esim keldi. Nima gap? Sizni chayonlardan ehtiyot qilsin. Mo'min odam yilon chiqib olgan to'shik qayta qo'nsanmaydi degan. Yana men bilan aytish qilakaga o'xshamamsa Ashman. Ko'zingizni eching, Miftah. Men Yasavul Ashman emas. Ajab tonish ovoz bu. Ko'zimga ishonmayaptimi? Qozi kalan azirdim. Qandaqroq turdingiz, enam? Enim, oxir mening gunohsizligimni bilibdi. Men undaq demadim-ku. Sizni yo'qlab, ahvol so'rag'ili keldim. Shundaqmi? Mundaq deysizlar azirdim. Siz yaxshi ko'radigan meva-chevalardan og'ash keldim. Bahoziriyam, ha? Rahmat sizga. Tamoqni tag'i yemagan o'xshamamsiz. Buzilib qolgan tamoqmi nima bu? Nonmi ketib ketibdi. Bu bizni kundalik tamoqimiz. O qandaq bo'lg'ini? Mahbuslarga yaxshi muomala qilmasa qandaq bo'ladi? Men Yasavul begini ogohlantirib qo'ymasam bo'lmag'idek. Seyfiddin nemish qilgan edi? Attigan nashliqda sıxında xalifatimizning oldida ayklab tamoq yegini unamay, buğusun açığını keltirib qo'ygandi. Undaqda uni adablab qo'ysak bo'lg'idek. Meni adablamlar bu? Nemishqa siz xato qilmagan tursangiz? Peygamber hikoyasida Musa alayhisolamning xalqidan bir kishi xatolik sodir qilganda, hammamiz ko'ba kesib qoldik-ku. To'g'ri. Cho'ng gunoh va buzuqchiliklarning ziyni butun jamiyatga bo'ladi. Kishilar bu qilmishlarga sukut qilsa, ularni o'xshashlar jazolanadi. Tushundim. Ammo odatiy xatoliklar, ya'ni kichik gunohlarning vabolini faqat shu gunohni qiluvchilar tortadi. Hikoyaning davomini aytib bersinlar otam. Bel amdindan ziyon tortib ezib ketdi. Dunyoda mo'minlarga azob berish orqali g'alaba qilgan edi. Shundaq, u dastlabida g'alaba qildi. İşler belanın degindek bo'ldi. O dini ve vicdanını setiyotgandan keyin xalq orasida 100 obro'y va martabaga erishdi. Musa'nın qavmi ustidan g'alaba qilganligimizni tantana qilib,
Hammaylar sharab ichib, ko'ngil ochayli. Vaba kesin ularni tugashtirishga boshlabdi Balam hazrat. Ular xuddi yer tavriganda qo'rqinish ichida qoldi Balam hazratlari. Bu bosh tojimiz Balam ibn Baura hazratlarining pamparastidan bo'ldi. Menda bundaq chor tadbirlar to'la. Bular faqat shuningdan birisi xolos. Kasbiy ko'rinmaydi. Sizlarning topshiriqlari bo'yicha kun bo'yi zemiriga hamra bo'lyotdi. Ular bir-biridan ayrilanmaydigan darajaga yetdi. Qaltis. Qani ko'ngil ichish boshlansin. Ko'ngil ochayli. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi, oyim? Yo'q, faqat bulanmayapman. Bu g'urliq qachon sukut qilamiz? Baba kesilgan sabab bizga 5 qo'ldak ayon. O'tinib qolay. Undaq deysizlar. Men boshqa vasiyatlar bormi? Ha. Qani desizlar? Allohning payg'ambar Musodan meni kechirishini tilisizlar. Allohdan boshqa iloh yo'q. Musa Allohning payg'ambari. Oyim. Bu kecha nima degan go'zal ha? Ko'nglim yerimda qiladi-ku Finhas. Oyim vafot etib ketdi Zimri. Rasma? Haqiqatan qayg'uli xabar ekan. Undaqda men hayimdan tomoqni deb kasbiga olib beray. Qo'sqi bek ichib ketgan. O buzuq ayol bilan yana uchrashadigan bo'lsang, seni bosh qo'yib o'tmayman. Ha? Meni kim to'salaydi? Elbek ajumo. Ha? Sening mening ishlarim bilan to'liq qalang bo'lmasin. Kasbi bilan hammalarning oldida ochiq-oshkor ko'rishma. Endi qandoq qilib Balam hazratim? Xotin kishidek yig'lavamay, tinishinglar. Zodi nemish bo'ldi? Michildimay, aytishmamsa? Hazratim, qizim. Qizlarga nima bo'ldi? O'ldirildi. Finhas degan kishi boshqalarni vafodan qutuldirman deb Kasbi bilan Zimrin o'ldirib o'tibdi. Qizimni menga qaytirib bersizlar. O'tinay, qizimni qaytirib. Oljib qoldingmi? Qizlarni qanday qaytirib beraman? O'lgan odam qiyomat tirildi. Parvardigorga duo qilsizlar. Chaqchaq qilyapamdilar. Endi mening duoyim ijobat bo'lmaydi. Qizimni sen o'ldirding. Yo'lboshchingga mushundaq gap qilishga qandoq bitinding? Sen bizning yo'lboshchimiz emas, sen degan buzg'unchi ablah. Men qizingni majburlamadim. Uni sen rag'batlantirding. U o'zi xohlab bu vazifani ustiga olgan. Esingda bormi? Unutib qoldingmi? Ularni o'ldirmasang yaxshi edi, o'g'lim. Mening o'ldirgim yo'q edi. Gurjak bilan o'g'andim. Balkim xato qilgandim. Ammo xalqimizni vabodan qutuldirmasak bo'lmaydi-da. Qutuldirishning chorasi bu emas. Hozir yaxshi bo'lmadimi? Bu ikkinchisi vaboni elib, tuproq ko'mildi, yo'qoldi. Shu. Lekin odam o'ldirish jinoyat. Jinoyatni jinoyat bilan tuzatkil bo'lmaydi. Bo'ladigan ish bo'ldi tag'a. Amaliyotda biz o'zimizga o'zimiz nurg'un zulm qilyaptik. Qandoq deydilar? Allohning payg'ambari Musoga agashdik deb qo'yib, amaliyotda nafs xohishimizga bakrak agashdik. Aytganlarini tushunamadim tag'a. Allohning payg'ambari yonimizda yo'q vaqtlarda oltin mo'zaga cho'qindik. Suv masalasida o'zimizning bilginini qildik. Mana endi ayollarning kayniga kirib, bu oqibatga qoldik. Tavba qilishga fursat bormidi? Payg'ambarning amr farmoniga chin esilsak bo'ldi. Ben usab ketdim. Qo'sqimni ichib ketdi.
Keldik senin halında xabar aldığan malıyın emasman. Bek ağır günde kaldım. Ornumni esiga keltirib olgandan keyin sana cho'qim hasilab qaytdim. Qaysi o'rningni? Qayt degina? Meni masxara qilatamsan? Xalq orasidagi o'rnimni cho'qim qaytadan tiklayman. Qarab tur. Allah'ın ayetleri ve ilmini seçip erişke o'rningni ma? Ha? Meni ozdurgansan. Yalğan etme. Sen salih kishi edin. Dua qilsan qabul bo'ladi. Allah'ın dinidan chiqib kishilarga qiltaq urgan menmi, senmi? Ha? Mendan yuz o'rmoqchimisan? Elbette. Men senden ada juda. Men degan olamlarning parvardigori. Allohdan qo'rqman. Bo'ldi, sana gap qilmadim. Yo'qol u do'zaxi. Yo'qolay. Seni do'zaxda kutaman. Taslim bo'lmayman. Taslim bo'lmayman. Men degan balom hazrat taslim bo'lmayman. Sizlarning yo'lboshchinglar taslim bo'lmayman. Taslim bo'lmayman. Sizlarning yo'lboshchinglar taslim bo'lmayman. Rahmat, rahmat. Olqishni to'xtatinglar. Atmanglar, atmanglar. Atmanglar, atmanglar. Bo'ldi, yetarlik, atmanglar. Atmanglar. Ya, bo'ldi, atmanglar. Men degan olim, Bal'am hazrat. O'rnimni asliga keltirman. O'rnimni asliga keltirman. Taslim bo'lmayman. Men yugurmismi? Nima shulga oqdiganligini tadqiq qilyapman. Sababini bilamsizlar? Qani deb beqinglar. Men degan katta olim, hargiz taslim bo'lmayman. بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Ajoyib qiskan. Duosi ijobat bo'ldigan yaxshi odammi Bal'amdek oqibatga qoldigan ha ota? Ha qizim, bu bir ibratli hikoya. Bir odam o'zi qanchalik yaxshi, o'rni qanchalik ustun bo'lishidan qat'iy nazar mag'rurlanadigan u eng yomon oqibatga tushib qolalaydi. Ey Allah, bizni cho'ng gunohlardan, mag'rurlikdan, nafsimizning yomonligidan saqla. Gunoh ishlardan yiroq qilgin. Amin. Apa, akam Seyfiddin ish tuyturdi. Kelinglar. Nima ish oldi? Men xatoligimni tonidim. Kechirim so'rayman. Ikkinchi unda qilmasqa va'da beramsiz? Ma'qul, endi unda qilmayman. Yaxshi, endi aramizga qo'shilsangiz bo'ldi. Qischi? Tugudi, ajab yaxshi qiskan. Shunda qisi bo'lamdi buva. Endi ayati boshqa qis so'zlab beray bolalarim. Inshaalloh.
Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ah köngüllerni kürür Yığazar birle kudur Yum tüker göz yaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir Hem tutulmaz hem acayip Kur'an'da Bar hakkinde isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zahitlar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kurru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tevbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tevbikarga iman kanattır Pervaz kini kök uçar Ağlar yer başını İsmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni